azizlar, o'zimni o'zim mehmon qilib o'tiribman. Yutuq bo'lgani uchun, ya'ni imtihondan eson-omon o'tib olganimiz uchun. Uvereniyaga o'tishimizga shunda ham bag'rim ozgina nima bo'ladi, ozgina hayajon bo'ladi deylik. Yoshimiz o'rta yosh bo'lgani bilan baribir ham kim bilan o'qisangiz shunga tortadi-da. Kursdoshlarimiz 18-19 yoshli yoshlar. Xullas, 3 ta imtihondan o'tdik, bitta zachotdan o'tdik uje. Zachot bu nimasiga qaramaydi, zachot qo'yib berdi, u fizkultura edi. Rus tilidan 5 oldik, endi rus tilidan a'lo baho oldik deylik. Keyin psixologiyadan, politik psixologiyadan ham a'lo baho oldik. Avtomat bu yerga borib o'tirmadik, avtomat va hozirgi o'tgan politik kommunikatsiya darsida, siyosiy aloqa darsimizda unda ham avtomat bo'lish kerak edi aslida. Faqat o'qituvchimiz 2 yildan beri men bilan даже darsdan tashqari ham ishlaydigan, maslahat beradigan ustozimiz Vladimir Alekseyevich avtomatni o'zi yo'q emas, kelgandan keyin qo'yib beradi. Shunaqa odati bor ekan. Lekin avtomat. Keldik, hamma qatori o'tirdik, hamma qatori 4ta kirgizdi, hamma qatori tayyorlanganday bo'ldik. Tayyor edim. 17-savol forma деловой отношения degan nima edi? Javobi tayyor, o'qiganmiz, buni o'tganmiz. Forma деловой kommunikatsiya degan. Forma деловой kommunikatsiya degan nimasi edi? Unda tayyor edik. U og'zaki va yozma tarzida bo'ladi, ustna yoki pismenda bo'ladi. Bunda og'zaki bo'lganda 5 minutkalar ishxonadagi kommunikatsiya aloqalar bo'ladi-ku, o'sha tug'ilgan kunlar yoki bo'lmasa majlislar, turli xil kofe breaklar, xullas ishxonada bo'ladigan mana shunaqa aloqali nima tarziga o'tadigan bo'lsa, ustnisi uni turlari ko'p, turli xil yig'ilishlar. Ikkinchisi bu pismenli bo'lsa, yozuvli bo'ladigan bo'lsa, albatta uni zamonaviysi chat ko'rinishda, biron bir gruppalar yoki bo'lmasa qog'oz orqali yozib, shunaqa narsalar. Bunga tayyor edik, u javob bermadigan. O'qituvchi sirazu o'tirib o'zimiz bilan suhbat qurdi. 2 yildan beri kuryer qilayotgan edim meni. Shaxsan juda ko'p narsalarni o'rgandim. Juda ko'p formulirovkalarni o'rgandim. O'qituvchimizga ko'p rahmat deymiz. O'tirib ancha xayrlashdik. Ya'ni shu yerda o'qitadi-ku dalisha, prosta bizda endi qolgan kurslarda o'qitmaydi ekan. 2 kurs boshlang'ich nimada o'tdi. Juda yaxshi. Vladimir Alekseyevich birga rasmga tushdik. Uning kitobi bor, o'zi kitob yozgan va 20 necha yil avval, 20 yillik deylik, 20 yil avval yozilgan kitobini mulohazalari hozirgi davrdagi geosiyosatda bo'layotgan narsalarni 20 yil oldin yozib qo'ygan. Professor, исторический наук, исторический professor va fan doktori. Keyin politologiyada, siyosiy olamda juda ko'p katta odamlarga, ya'ni siyosatshunoslarga, siyosatchilarga politexnolog bo'lgan. Ya'ni ko'p vыборlarda yutib chiqishga yordam bergan, ofitsialniy, neofitsialniy degan joylari bor-ku, o'zi nozik taraflari bor. O'shalarni ham aytib o'tadi. Endi zasekretchen narsalar ham bor, boshqalar ham bor, u albatta. Allohga shukr, o'tdik, o'tirib hangama qildik. Juda rasmini qo'yaman hali, juda yaxshi ustoz. O'zbekistonda yaxshi ko'radi, Qozog'istonni yaxshi ko'radi. Qozog'istonda ma'lum bir muddat bo'lgan, O'zbekistonni va o'zbek intelligensiyalarini juda yaxshi taniydi, juda yaxshi gaplashadi. Juda yaxshi bizning xalqimizni, bu bizning xalqimizning siyosiy olamdagi tagi borligini, ya'ni bizning sivilizatsiyamiz, O'rta Osiyo sivilizatsiyasi borligini doim ta'kidlaydi. Hatto solishtirganda, aniq hamku, solishtirganda aytadi, mana bularning sivilizatsiyasi, O'rta Osiyoning sivilizatsiyasi bizning sivilizatsiyamizdan ko'ra
avvalgi sivilizatsiya deb ko'p bor takrorlaydi. Shuning uchun va darslar yaxshi o'tadi. O'tgan yilga qaraganda bu yil o'sganimizni, ancha-muncha o'rganganimizni, ancha-muncha ruschada terminlarni talaffuz qila olayotganimizni ko'rib, doim vыступать qilaman, doim doklad bilan chiqaman, doim yana yil doklad bitta nimada seminarda o'tib berishim kerak. 3-kurs bo'lganingda bir joyga olib boraman dedi. Chiqib internasional mnogonasional nimadan chiqish kerak. Shunga seni olib chiqaman dedi. Bu yil iroqlik bolani olib chiqdi. Iroqlik o'quvchisini yana yilga seni olib chiqaman dedi. Bo'ldi dedim, gap yo'q. Gapirish ekan u dedim. Shu bilan yutuq yana ikkita qoldi. Endi politteoriya qoldi. Politteoriyani kursovoyimiz bor, inshaalloh o'tamiz. Keyin nima? Konstitutsioniy pravo darsimiz. Mana shu qonunlarni juda ko'p aytaman, o'sha qonunlarni o'rganadigan fanimizdan ekzamen qoldi, xolos. Ikkinchi kursda tugadi mana ikkitadan keyin. 10 bilan 15-dami shunaqa. Tamom. Bu yog'iga ishlaysizmi, yurasizmi? Bemalolmiz. Kuzatishlarni davom eting azizlar. Biz endi bu xursandchiligimizdan keyin hozir o'zimga kichkinagina sovg'acha olib, sovg'a nima qildim. Endi sekingina ishni harakatini qilaylik. Hamma narsa keladi, ketadi. Bola chaqaning qorni esa hamisha ochadi. Shuning uchun bu bloglarimiz образовательный bloglar, qanaqa reklama yoki boshqa narsa emas. Biz o'zimizda reklama qilamiz. Ya'ni hozir ijtimoiy zamonda yashagandan keyin o'zimizda. Bu mashhurlik uchun, boshqa uchun emas. Bizga ko'krak nishoni kerak emas. Bizga boshqa narsa kerak emas. Shunchaki xalqimizni Rossiyada faqat boshqa yomon nima ishlarda ishlamay, boshqa ishlarda qilishni ham, yashashni ham ko'rsatib beryapmiz. Mumkin ekanligini ham ko'rsatib beryapmiz. Orada motivatsiya bo'ladi, orada kitoblarda talqin qilamiz, orada qishloq va hokazo. Ko'rasizlar o'zi. Bu yangilarga aytaman-da. 2 yildan beri meni kuzatayotganlar o'zi biladi. Iz gryaz knyaz deganday, balki nimadan, xarobadan chiqqan millioner deydi-yu. O'shaning uchun g'irt qishloq emasmiz, lekin g'irt qishlog'i bo'lishni xohlayapmiz hozir. Sababi bu oldin biz g'irt qishlog'i deganda odam pastga urib gapirganda aytiladi-da. Asli desa tafakkur olamining hammasi qishloqda boshlanadi. Faqat biz terminlarni noto'g'ri ishlatishdi oqibatida bu narsalarda noto'g'ri tushunib qolganmiz. Aslida qishloqi degan har bir shahar avval qishloq bo'lgan va g'irt qishloqi degan so'z aslida ijobiy ma'noni olib qolish kerak. Sababi tafakkur olamining ustozlarining hammasi qishloqlardan chiqqan. Hammasi asosan hamma nimalarda tabiat qo'ynida hamma narsani o'ylashga, teran fikrlashga vaqt bo'lgan. Shuning uchun qishloqqa joylashyapmiz hozircha. Qishloqqa joylashyapmiz. Ko'ryapsizlar qishloqdagi videolarimni. Ajoyib. Hayotda shu bir kun, 2 kun bir xil telefonni shunday turadi. Maza qilarasiz-da, Shu o'chirib qo'ygan paytingizda hamma telefon qiladi. Kerak emas odamlar. Lekin shunday qo'yib qo'ygan paytingizda hech kim telefon qilmaydi. Hozir shahardamiz. Az parkovkaga qo'yganmiz mashinani. Sekin borib siljaylik endi ishga. Boyaga aytganimdek hamma narsa keladi, ketadi, qorin hamisha ochadi.